ma'naviy yuksaklikning omili kitob. Shuning uchun ham u tafakkurning kaliti hisoblanadi. Poytaxtimizdagi Abdulla Qodiriy kutubxonasida bolaga kitob bering deb nomlangan ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Adabiyotshunos olim Ozod Sharafiddinov dunyoda 8 ta mo'jiza bor, 8-inchisi kitobdir degan edi. Kitob hayot darsligi, umr yo'llarimizni belgilovchi murabbiydir. Olmazor tumanidagi mazkur kutubxonada o'tkazilgan tadbirda aynan shu fikrlar yangradi. Kutubxona direktori Nargiza Rahimberdiyeva va tuman ma'naviyat ma'rifat bo'limi boshlig'i Muazzamxon Alibayeva so'zga chiqib, mamlakatimizda kitob targ'ibotiga qaratilayotgan e'tibor xususida so'z yuritdi. Kechada taniqli shoirlar, adabiyotshunos olimlar, havaskor yoshlar qatnashib, mutolaa zavqi haqida viktorina savol-javoblari uyushtirildi. Biz ushbu dargohda kitobsevar o'quvchilar bilan uchrashdik va ulardan albatta kitobga bo'lgan qiziqishi, ularning bir-biriga samimiyligini, bir-biriga ularning do'stligini, doimo kitobga, ilmga chanqoqligi haqida bu yerda o'zaro suhbatlashdik va suhbatimiz juda keng va qiziqarli o'tdi. O'quvchilarimiz kitob haqida, ona tilimiz haqida yodlagan she'rlarini yoki bo'lmasa o'zimiz til haqida, kitob haqidagi she'rlarni mana shu maktab o'quvchilariga, kitobsevarlarga o'qib berdik. Albatta bu muloqot juda katta taassurot qoldirdi. Jajji kichkintoylarimizga ma'naviy bir ozuqa bo'ldi degan umiddaman. Shu kuni tadbirda eng faol qatnashgan tumanning 133-maktab o'quvchilari va ularning ustozlari, shoir va yozuvchilarning esdalik sovg'alari, kitoblar jamlanmasi bilan taqdirlandi.